Assalomu alaykum. Mana yana bir navimiz Bujizina degan sorti. Mana bunisi ham endi qizarishga kelib qoldi. Qora ijabika sortimizdan serhosil navlari mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana juda ham mevasi ko'p. Mana serhosil. Mana juda ham o'ta ko'p. Nihoyatda serhosil navidan mana Bujizina degan sortimiz mana. Ijabika Bujizina degan sorti mana. Juda ham mana ko'rishlaringiz mumkin. Mevasi juda ko'p. Mana oraliqlarda mana ko'rishlaringiz mumkin. Endi pishishga kelib qoldi mana, qizarib. Bu ham katta krupniy sortlarimizdan. Mana bir soyganda mana bitta mana 100 gram, 200 gramdan solaveradi bitta shoxida. Mana 30 kilo, 35 kilodan hosil beradi bir tipida. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 3 yillik ko'chatimiz mana shu. Serhosil navlaridan mana Bujizina degan sortimiz mana. Oralarini mana ko'ringlar. Juda ham serhosil. Mevasi juda ko'p mana. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana oralarida ham juda serhosil navimiz mana. Taglarida mana kimgadir ko'chatlari kerak bo'lsa, ko'chatlarimiz bor.